Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2025-yil 10-aprel haftaning payshanba kunidagi chiqayotgan ishlarimiz. Ranglari atlasli holatda, razmerlari standart ortali ishlar. Ko'rib turganlaringiz mana yaqindagi holatlari. Zavodimizdan video qilyapman. O'zim hali ko'pchilik birinchi qo'lda izlab yurganlar uchun zavod egalaridan eslatib o'tamiz. Zavod o'zimizniki, texnikalar o'zimizniki, xudo xolasa yetkazib berish ham xudo xolasa muammo bo'lgani yo'q. Ishlar ko'rib turganlaringiz holatlari nihoyatda a'lo darajada, ranglari atlasli. Manzillarimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'ida. Eslatib o'tamiz, 1-apreldan ishlarimiz narxlari 820 so'm qilib qo'yganmiz. Zavoddagi narxini vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Voha taraflarga, Toshkent taraflarga yo'q. Ko'pchilik telefon so'rashyapti. Bu taraflarga texnika yo'q. Mabodo agar texnika qilsalaring, o'zlaring birinchi texnikani gaplashib olib, shu 820 so'mdan yuklatib beraveramiz texnikalarga. Ko'ryap turganlaringdek, hozir mashinada bu mashinamizga 10 mingta sig'adi. O'tgan safar videoda ko'rsatganimdek 3 mingtalik, 5 mingtalik mashinalar ham bor. Faqat ular narxlari 10 mingtalikka nisbatan ozgina qimmatroq yuradi. Kimga shunday ishlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Zavod o'zimizniki yangi texnologiyalarda ishlab chiqarilyapti. Hozir Xitoy apparatlarida ishlarimiz o'ta silliq. Qirlari joyida, xudo xolasa. Batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.